Şamning go'zal va eski odatlaridan biri shu ediki, savdogarlar bomdodni o'qib quyosh chiqqanidan so'ng do'konlariga borishar edi. Do'konni ochib, eshik oldida bir stulcha qo'yib qo'yishar edi. Ayniqsa eski bozorlarda ko'p uchraydigan holat. Birinchi mizoz kelib savdo qilishi bilan do'kondor tashqarida turgan stulchani ichkariga olib kirib qo'yar edi. Boshqa mijoz kelib biror bir narsa so'rasa, u narsa do'konida bo'lsa-da, mijozni tashqariga olib chiqib, eshigida stulcha turgan biror boshqa do'konni ko'rsatib, ana u stul turgan do'konni ko'ryapsizmi? Ana shunda inshaalloh siz qidirgan narsa bor. Men bay ochdim. Qo'shnim hali savdo qilgani yo'q. Beredi. Abdurauf Polvonov hikoyasi. Azizlarim, bugun 27-iyun. Barchangizga omonlik, sog'lik, baxt, omad, baraka tilab, Shamollarda qolgan hislarim kanali sizlarga ravon yo'l tilaydi. Chimgandan salom.